Respublika Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov mamlakatimizga rasmiy tashrif bilan kelgan Fransiya Respublikasi Tashqi ishlar va xalqaro taraqqiyot vaziri Jean-Marc Ayrault bilan uchrashdi. Shuningdek, mehmon poytaxtimizning diqqatga sazovor joylari bilan ham tanishdi. Mazkur tashrif joriy yilning mart oyida Parijda bo'lib o'tgan ikki tomonlama muzokaralarning davomi sifatida siyosiy, savdo-iqtisodiy, investitsion, madaniy, gumanitar va boshqa sohalardagi O'zbekiston-Fransiya munosabatlarini yanada rivojlantirishga qaratilgan. Tashqi ishlar vazirligida bo'lib o'tgan uchrashuvda ta'kidlangandek, 2017-2018 yillar uchun imzolangan vazirliklararo hamkorlik dasturi davlatlarimiz o'rtasidagi keng qamrovli aloqalarni tizimli taraqqiy ettirish va mustahkamlashga zamin yaratadi. Samimiy suhbat chog'ida tomonlar iyun oyining boshida bo'lib o'tadigan fransuz ishbilarmon doiralari vakillari va nufuzli korxonalar rahbarlari ishtirokidagi uchrashuvlarning tashkiliy jihatlarini ham muhokama etib olishdi. Shundan so'ng Fransiya tashqi ishlar va xalqaro taraqqiyot vaziri Jean-Marc Ayrault boshchiligidagi delegatsiya a'zolari Hazrati Imom majmuasini ziyorat qilishdi. Bu yerda ularga tarixiy qadamjoning bunyod etilishi, uning atrofini obodonlashtirish va qayta tiklash bo'yicha olib borilgan ishlar haqida so'zlab berildi. Milliy hunarmandchiligimizning nodir qirralarini o'zida mujassam etgan osor atiqalar mehmonlarda katta taassurot qoldirdi. Shuningdek, ular Mo'y Muborak madrasasida saqlanayotgan Mus'hab Qur'onini ham ko'zdan kechirdilar. Hazrati Imom majmuasi bilan tanishish davomida delegatsiya a'zolari majmuaning qanchalik tarixiy ahamiyatga ega ekanligi, islom dunyosining bunday bebaho namunalarini ziyorat qilish unutilmas voqea bo'lib qolishini alohida qayd etishdi.